Do'stlar, qavma qarindoshlar, yoronlar, do'stlar, birodarlar, aka uka, opa singillar, xullas kalom o'zimiznikilarga hammalariga assalomu alaykum deymiz. Mana birinchi qorga особенно kiyinib, taq bo'lib, eng oilamizni keksalari, eng kenjalarini ham olib kelganmiz. Onamiz borlar, mana Shahzodjonning o'g'illari Mustafojon bor. Mana shular bilan birgalikda rasmga, videolarga tushib o'tirimiz. Buni o'zimiznikilarga qo'yamiz gruppaga. Bu esdalik bo'lib qoladi degan niyat va umidlarga biz ana akamiz boshliklariga kattalardan hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Onajonimiz boshimizga sog' bo'lsinlar. Bizani duogo'yimiz bo'lsinlar. Mana shunday oppoq qorli kunga oppoq yaxshi tilaklarni, niyatlarni, istaklarni bildiramiz. Hammalaringizga niyatlaringiz amalga oshsin, ushalmagan orzu umidlar amalga oshsin. Barchasi uylanmaganlar uylansin, turmushga chiqmaganlar chiqsin. Kelajakka yanada ko'payib, onamni oldlariga vaqor qilib, kechasi latolaga ham kelaveraylik, mayli, qarshilik joyimiz yo'q. Hammalari sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Birinchi qor bilan hammalarni tabriklaymiz. Bu yil hisobda endi birinchi qor shunday yog'ishi. Bu yil ana shu qorlarga hamma yetishsin. Shunaqa qorlar ko'p yog'sin. Hammalarni yangi qor bilan tabriklayman. Hammamiz nasib bo'lsa yana bu yillargacha shu yil ham yog'sin, yana nasib bo'lsa bu yillargacha shu qorlarni ko'rish hammaga nasib etsin. Ko'payaylik, kamaymaylik. O'ylanmaganlar o'ylansin. Hamma baxtli saodatli bo'lib bola chaqali bo'lib ketsin-da. Yangi qor bilan